alaykum do'stlar, sizlar Wade Center kanali. Xo'p bolalar, bugun sizlar bilan biz yangicha modni ko'rib chiqamiz, ya'ni bu Big Map. Xo'p, bunda xaritalar asosan juda yaxshi keltirilgan. Hozir men buni bitta-bitta sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Undan oldin videomizga like va komment yozish esdan chiqmasin. Hatto obuna bo'lish ham. Xo'p, gapni cho'zib o'tirmayman. U holda o'yinni boshladik. Avvalambor O'zbekistondan boshlaymiz. Qaysi shaharlar bor ekan? Xo'p, o'yinga kirishlar o'zgacha, doimgidek. Xo'p, bu yerda Qozog'iston davlati salgina boshqacharoq keltirilgan. Yaxshi. Ayrim bir modlarda ko'raman, mana Pokistonni ham. Ayrim bir modlarda ko'ramanki, masalan, O'zbekiston, Qozog'iston yoki Turkmaniston kabi yerlarda cho'zilib ketgan yerlar, ya'ni umuman deyarli bir qanaqadir g'alati geografikaga tuzilgan, lekin bu o'yinda geografika juda yaxshi keltirilgan. Hatto mana Tojikiston Respublikasi, mana Tojikiston, Qirg'iziston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasiga gap yo'q, lekin chizishga yaxshi. Xo'p, men hozir birinchi bo'lib turib obzor qiladigan narsam bu Amerikaning har bitta davlatdagi o'zini aviabazalarini ko'rsatib chiqaman. Bu Amerikaning mana. Xo'p, bu Belgiyadagi, Fransiyada yo'q ekan. Ozod Fransiya. Xo'p, Polsha, ya'ni o'sha hozirgi Rossiya va Ukraina mojarosidagi yerlar mana shular. Xo'p, Rossiya Ukraina mojarosidagi yerlarda Amerika albatta hozirgi paytda ham yordam kelyapti. Undan oldinda ham mana hozirgi yordam kelyapti mana. Ya'ni bu BMTning kuchlari. Xo'p, Qora dengiz floti, Turkiya ancha rivojlanibdi. Bu modimizda Turkiya ancha rivojlanibdi. Xo'p, Italiya davlati, Italiyada qo'shinchilar yo'q. Lekin Fransiyaga gap yo'q. Fransiyani kuchaytirishibdi, yaxshi. Fransiyaga gap yo'q, Fransiyani kuchaytirishibdi. Angliya ham qolib ketmagan. Shotlandiya, Norvegiya picha qolib ketibdi. Xo'p, bu yerda lekin prosta интересно deydi-ku, dahshat qilib qo'yibdi, lekin o'yinda gap yo'q. Ayniqsa Islandiyani. Islandiya qo'shilmagan, lekin Norvegiya davlati, Shvetsiya, Finlandiyalarni zo'r qilibdi, lekin geografikaga prosta wow, prosta bomba. Ha, bu yerda Yaponiya ham qolib ketmagan. Xo'p, bu yerda Yaponiya davlati ham bor ekan. Koreya, Shimoliy Koreya davlatini ham ajob to'g'ri, zo'r. Prosta wow. Lekin nima desam bo'ladi? Mana shu shahar kimnidir esiga tushmayaptimi, nimadir? Menga kommentariyaga yozib yuboringlar-da, agar mana shu shahar nimanidir eslatayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ma'lumot. Xo'p, Koreya davlatini dahshat, lekin wow, juda geografikasini polniy o'shanaqasini chizgan. Yaponiyani, Koreyani, O'rta Osiyoda, hatto mana Pokiston davlatini ham dahshat, geografika dahshat. Tolibonni qilishibdi, mana Tolibon, hozirgi Tolibonni qilishibdi, mana gap yo'q. Voy, nima chiqib ketyapti? Tolibonni qilishibdi, dahshat mana. Ha, bu yerda Qatar bor ekan. Yaman Husiylarini, endi bu haqida menimcha hamma ma'lumot bo'lsa kerak. Yamanni zo'r qilishibdi mana. Prosta wow deyman. Bu modga prosta wow deyman. Ha, yana qaysilar bordi? Marokashda Amerikani aytish kerak bu yerda. Amerikaning qo'shinlarida bu yerda bor ekan. Tinch okeanidagi. Xo'p. Modga prosta wow, shunchaki wow. Yangi Zelandiyani ham qo'shishibdi, yaxshi, lekin prosta bular hozircha yo'q davlatlar. Liviya, xo'p, bu yerda yana qaysidir? Jazoir qo'shishgan, bular o'yinda yo'q. Misr bor ekan, yaxshi. Suriya 1993-yil. Kuvayt. Bu haqida ham ma'lumot biladiganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Kuvayt va Iroq masalasi bo'yicha. Xo'p. Turkiya, mana bu adashmasam bu qanaqadir nimadir deyilardi buni. Buni ham esimga ketdi hozir. Xo'p. Yana qanaqa ma'lumotlar bor bu yerda? Xo'p, hozircha mod shundan iborat. Bu yerda O'zbekistonda qaysi shaharlar? Toshkent, Samarqand, Uchquduq, bilmadim bu qanaqa shahar. Nukusni qo'yishibdi, yaxshi. Ko'hna Urganch. Buni Turkmanistonga qo'shib qo'yishdi. Bu yomon. Buni bosib olaylik, to'xtanglar. Bosib olaylik-da.
Cho'ta meni asabim buzildi. Qani qayerdan urush boshlaydi? Tez menga Urganchni beringlar. Bu axir bizning Xorazmshohlar davlatimizning yurti-ku axir. Lekin prosta o'yinga bomba. Xo'p, Turkmanistonda mana to'pdan. Bittani o'zi 170 270 beryapti. Yaxshi. Ha, endi yana bitta narsa bor. Vaqtning o'tishiga qanday anosi bor ekan, plus tomon bor ekan, hozir buni ko'ramiz. Vaqtning o'tishiga. Yaxshi, vaqt tez o'tyapti. Hozircha yaxshi. Bu menga Korean mod eslatyapti. VK4 kim eslasa bilar. Korean mod bor. VK4 Korean modi xuddi shunday qilib tez o'tadi vaqt. Askarlar kuchli, xarakteri zo'r, minusni ham yaxshi beradi. Oddiy 80 so'mlik askar ham unda 70 so'mlik, lekin yaxshi minus beradi. Tak, bu yoqqa askar chiqarib qo'yishibdi. Yana Xo'p. Yaxshi. Xo'p, mana qaytarib oldik Urganchni. Xo'p, bu yoq qiziq emas. Voy, Tolibonga hujum qilishdi-ku pokistonliklar. Bu yoqda Hindiston bosib yotibdi. Da, bu yoqda ham bor ekan. Mana baza bor ekan AQShniki. Ha, yaxshi, yomon emas. Bu Yaman xususiylariga qarshi bu. Yaxshi, yomon emas. Xitoyda lekin yorib qo'yishibdi, gap yo'q. Mongoliya, Xitoy. Lekin Koreyaga gap yo'q lekin Koreyani zo'r qilishibdi, Koreyani zo'r qilishibdi lekin gap yo'q. Mana bu yerda Alyaska. Xo'p, bu yerda ham zo'r qilishgan. Tak, modimiz hozirgi katta xarita shundan iborat. Yevropa mana to'liq ko'rinishi. Xo'p, endi nimani ko'ramiz desanglar, bu yerda hozir albatta generallar menimcha hammani qiziqtirsa kerak. Voy, juda ajoyib deydi-ku. Rich Booker, bu yerda tanish generallar bormikan yoki prezidentlar bormikan? Hozir ko'rib chiqaylikchi. Kim bu yerda tanish? Nicolas Maduro chiqadimikan bu yerda? Tanish yuz. Tolibon. Tolibonning hozirgi yetakchisi. 2 yil oldin yetakchi. Xo'p, bu yerda eski generallar bor, bu yerda urush davridagi. Bu yerda ham bor ekan. Kulikov. Bularni tanimayman bularni. Bular hozircha begona. Men bu menimcha Checheniston. Bu Tolibon ekan. Bu Tolibon. Xo'p, bu yerda asosan Xo'p, bu yerda asosan nima? Bu yerda asosan bo'ladigan narsa bu generallar, ya'ni 2019-yildagi generallarni qo'shishdi. Bu yerda 2005-yildagi generallar ekan. Xo'p. Hozircha asosan shular. 32 kishilikka mo'ljallangan. Bu yerda menimcha hamma narsani bilsa kerak bu yerdagilarni. Xo'p, bu yerda hatto Fransiyani lekin kuchli qilishibdi, yaxshi. Belgiya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya o'yinga qo'shilmagan, Finlandiya ham qo'shilmagan. Estoniya, Latviya, Litva hamda mana shu davlatlar qo'shilgan. Bu yerda Armaniston, Checheniston bor ekan, Checheniston ham bor ekan. Yana bitta narsaga Ahmad Perchi so'rab qolaman hammadan, qaranglar mana. Ukrainani Lugansk va Donetsk shaharlari, Odessa, Kanovka shaharlari ham Ukrainaga tegishli edi. Aynan mana shu mod urushdan so'ng, ya'ni urush boshlanganda Rossiya davlati Lugansk, Donetsk shaharlarini va Xarkov shaharlarini bosib olgan payti mana shu o'yin yaratilgan ekan. Mana bu yerda ko'rishlaring mumkin. Donetsk va Lugansk shaharlari egallangan. Bu yerda Kiyev. Xo'p, bu yerda Ukraina ham bor ekan. Yaxshi. O'yinning grafikasiga prosta wow deyman. Yaxshi ishlangan. Yaxshi ishlangan o'yin. Ayniqsa menga O'zbekistonning xaritasi yoqdi. Juda ham. Agar kimga yoqsa, men Telegram kanalga modni tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi esa YouTube profili ostida. Xo'p, video yoqqan bo'lsa bir dona like ayamaymiz bola. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman men. Xo'p, biz O'zbekistonda mana shu o'yin bo'yicha VK Tour bo'yicha, ya'ni VK4, ya'ni VK3 to'liq nomi World Conqueror Tour.
mana shu o'yin bo'yicha biz O'zbekistonda xudo xolasa yaqinda 1-o'ringa chiqdik. Ya'ni chiqyapmiz. Balkim 2-o'rindir, balkim 3-o'rindirmiz. Balkim mendan ham yaxshi tushunadiganlar bordir. Lekin biz O'zbekiston bo'yicha YouTube'da 1-o'ringa chiqyapmiz. O'zbekiston bo'yicha o'zbeklar mana shu o'yinni tanitayapti. PUBG, boshqa Call of Duty o'yinlari u miyani prosta kuchaytiradi, ham yemiradigan o'yinlar. Bunaqa o'yinlar tezroq fikr qabul qilish, tez hujumlar, taktika, strategiya, faqat mana shu. Biz ham mana shu o'yinni kuchaytirishimiz kerak. Xo'p. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, like, kommentni ayamaymiz, obunani ham ayamaymiz. Yangi yilgacha 200 ta bo'lamiz degan umiddamiz bolalar. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.